Quruq üzüm satqanda har bir xaltadan xalta ig'irligini chiqarib o'tish. Savol. Assalomu alaykum. Biz quruq üzümlarni satgan chog'imizda har bir xalta üzümdan xalta ig'irligi deb 200 grammdan chiqarib o'tamiz. Bu ish bizning rayonda umumyuzlik qo'llanadigan odat bo'lib kelmoqda. Ba'zilar bundaq qilsa savdo durust bo'lmaydi. Balki xaltalarni janglab, hamma xalta qancha kilogramm chiqsa, shunchalik chiqarib olsa bo'ladi deydi. Savdogarlar buningga unamaydi ekan. Savdogarlarmi boshqa savdogarlarga satsa, shundaq 200 grammdan chiqarib o'tadi ekan. Bu ishga shariatimiz qanday qaraydi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Savdoning to'g'ri bo'lishining shartlarining biri tovarning bahosi bilan tovar har ikkisi talash tortishga sabab bo'ladigan mavhumlikdan xoli bo'lishdir. Agar mavhumlik talash tortishga sabab bo'lmaydigan ozg'ina narsa bo'lsa, savdo to'g'ri bo'laveradi. Agar tag'ar, xalta yoki sanduqqa o'xshash narsalarda sotiladigan tovarlardan qapining ig'irligi savdogarlar o'ttirisida odatlangan bo'yicha 200 gramm yoki 1 kilo degandek muqim o'lchamda hisoblab chiqarib etilsa, savdo to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Bu turlik narsalarda ashundoq bekitib ish qilmagan ahvolda qiyinchilik kelib chiqadi. Shariat bo'lsa kishilarga avorichilikni keltirmaydi. Üzüm yoki bug'doyga o'xshash narsalar qashlangan xalta, tag'ar ig'irliklari odatda bir-biriga yaqin bo'lib, 200 gramm mo'ljallangan xalta ya 250 gramm yoki 150 gramm kelishi mumkin. Lekin necha 100 kilo narsani sodlashganda bir tag'arda 100 yoki 50 grammni deb nurg'un avarichilik tortish muvofiq emas. Shunga bundaq egiz pastliklar odatda tijoratchilar o'ttirisida apu qilinib, rozi bo'lib ketadigan miqdorda hisoblanadi. Odatda savdo-sotiqdagi mavhumlik 3 darajaga ayrildi. Birinchi, ig'ir darajadagi mavhumlik bo'lib, bu talash tortishga, jadalga sabab bo'ladigan bo'lg'achqa, bu mavhumlik savdoni inovatsiz qilib o'tadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida bu turga doir savdo-sotiqlar cheklangan. Masalan, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tag'i tug'ilmagan bo'taloqning bo'taloqi bo'lganda pulni topshiradigan savdoni to'sgan. Bu jahiliyat zamonida kishilar qilishadigan savdo bo'lib, birisi bir tugini taki u tugining qo'rsiqidagi bo'taloq tug'ilib, u bo'taloqning bo'taloqi bo'lganda pulini berdiganga nesi setib oladi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashlashibla savdolashishdan, ya'ni bir odam yana bir odamga raqibni tashlabla qarab boqmasdan setishdan to'sgan va yana ikki taraf tutib beqibla uningga qaramay turib savdolashishdan to'sgan degan. Ikkinchi, o'rta darajalik mavhumlik. Buningda olimlarning qarashlari o'xshash emas. Uchinchi, ozg'ina mavhumlik bo'lib, bu talash tortishga, jidalga sabab bo'lmaydi. Shunga bu turlik mavhumlik bo'lsa-mu, barliq olimlarning birdek ittifoqi bilan savdo joiz bo'laveradi. Tijorat o'rib-odatimi buni muayyanlashtirdi. Imom Navaviy aytadi: ba'zida ehtiyoj bo'lgan ahvolda savdo-sotiqda ba'zi bir mavhumlikqa mayli deyiladi. Masalan, uy savdosida uyning tegi noma'lum bo'lsa-mu, savdo to'g'ri bo'ladi. Bo'g'oz qo'yni yilnida sut bor sog'liqni satsa to'g'ri bo'laveradi. Chunki ul uyning tashqi ko'rinishiga tabadir. Yana ehtiyoj shundoq savdo qilishni taqozo qiladi. Chunki ulni ko'rgili bo'lmaydi. Sog'liqning qo'rsqidagi to'ralma bilan yilnidagi sutmi shundoq. Yana musulmonlar yo'qolan noma'lumlik bo'lgan narsalarni satsa joiz bo'lganligiga birdek ijmo qilgan. Masalan, ular ichiga bir narsa qoplangan tonni satsa, ichidagini ko'rmasimi joiz deb birlikka kelgan. Navoda ichidagini ayrim savdlashgan bo'lsa joiz bo'lmaydi. Yana musulmonlar bir oy degan 30 yoki 29 kun bo'ladigan turuqliq uy, uloq, kiyim-kechak va shuningga o'xshagan narsalarni bir oy deb ijaraga berishning joizligiga birdek ijmo qilgan. Yana kishilar suv ishlatishda munchada qancha uzun turishda o'xshashmaydigan turuqliq munchaga pul berib kirsa joiz bo'lganligiga birdek ijmo qilgan. Yana kishilar suv ichishda o'xshashmaydigan turuqliq ichilgan suv miqdori noma'lum bo'lsa-mu, ichadiganlarning odati o'xshash bo'lmasa-mu, pul berib tulumning og'zidan suv ichsa joiz bo'lganligiga birdek ijmo qilgan. Buning aksicha malning qo'rsqidagi to'ralmalarni havodagi qushni setishning inovatsiz ekanligida birdek ijmo qilgan. Olimlar deydi: mavhumlik sababidan savdoning batil bo'lishi yoki to'g'ri bo'lishi biz yuqorida bayon qilgan ishlarga bog'liq. U bo'lsa-mu, mavhumlik bo'lib qolishiga ehtiyoj bo'lsa, mavhumlikdan faqat ig'ir mushaqqat bilan saqlanadigan bo'lsa, mavhumlik ozg'ina bo'lgan ahvolda savdo joiz bo'ladi. Bo'lmasa joiz bo'lmaydi. Shariat olimlari mavhumlikqa doir mundaq bir qoidani o'ttirg'a chiqargan. Talash tortishga sabab bo'ladigan har qanday mavhumlik savdoni buzib etadi.
Yuqorqilarga asosan mazkur savoldagi xalta ig'irliqidagi mavhumliq savdoning to'g'ri bo'lishiga ta'sir yetkazmaydigan yengil darajada bo'lg'achqa, bu turdagi savdo to'g'ri bo'ladi. Agar rozi bo'lmaydigan darajada ig'ir bo'lib qolsa yoki tag'ar xaltalarni oldin janglab, andin qochirish qulay bo'lsa, tag'ar xaltalarni ayrim janglash lozim. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 139 numurliq fatvo.